Albatta. Taklif etamiz. E'lon qiling. Ajoyib xushovoz xonanda, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Avazbek Alimov Hamda estradamizning yorqin yulduzi Izzat Ibragimov xo'ja guruhi. Yana bir ajoyib san'atkor Muzaffar Abdazimov. Qo'rsaginglar bo'lsin. O'zbekistonda, Qoraqalpog'istonda xalq artisti Mahmud Namozov ham shu yerda. Yana bir ajoyib inson taklif qilamiz hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yomonmisiz? Muzaffar aka, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Sog' bo'ling. Avazbek aka, marhamat. Rahmat katta. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi bayram bilan butun O'zbekiston ayollarimizni, onalarimizni, opa-singillarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Mana o'zim nomidan, bitta do'stlarimiz nomidan baxtimizga hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yuzlaringizdan hech qachon shirin tabassum arimasin. Sizlarni kulib, quvonib, xursand bo'lib yurganinglarni ko'rsak, bizga undan ortiq baxt yo'q. Baxtimizga sog' bo'linglar. Men o'ylaymanki, bizning o'zbek ayollardagi ayollar dunyoda yo'q. Shuning uchun yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Gulni uyaltirar go'zal jamoli, dunyoda tengi yo'q o'zbek ayoli. Dunyoda tengi yo'q, dunyoda tengi yo'q o'zbek ayoli. Jonim sizni xo'p saylab, chiroy beribdi Alloh. Shu chiroyni avaylab, yashirib yurmoq kerak. Sochi jamalak Feruza Banu.